Salom, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Alfa do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda mana bu kompyuterda o'ynaydigan Java versiyani telefonda qanday qilib tortishni o'rgataman do'stlar. Buning uchun Play Market kirib olamiz. Hop. Play Market kirib turib, POV deb turib Java Graph deb yozamiz. Graft. Hop. POV Graph deb yozamiz do'stlar. Keyin mana buni tortamiz. Hop. Sizlar tortib bo'lganingizdan keyin kirasizlar. Hozir do'stlar mana kirganinglardan keyin hop birinchi mana do'stlar hozir telefonda o'ynay olayotganim uchun ozgina kutishga to'g'ri keladi. Bu internetsiz do'stlar. Hozir agar ishonmayotgan bo'lsanglar internetni o'chirib qo'yamiz. Hop, mana internetni o'chirdik do'stlar. Hop, hozir do'stlar kirguncha hozir ancha vaqt ketadi. Shuning uchun video cho'zilib ketmasligi uchun hop ana o'zi ham kiradi do'stlar. Hozir to'xtatib turmoqchi edim. Hop. Hozir do'stlar hop mana kirdi. Play bosamiz. Play bosdik. Mana men oldin o'ynaganman, shuning uchun o'zimning kartalarim bor. Hop, masalan bu yerga kiramiz. Kirgandan keyin hozir bu yerda oddiy Minecraftga o'xshash har doim yangilanib turadi do'stlar. Hop mana men 23 ta modim bor. O'zini ham modi bo'ladi. Hop do'stlar, yana modlar qo'shilibdi. Bu har doim yangilanib turadi do'stlar, har oy. Shuning uchun unutmanglar do'stlar. Yangilantirsa nimaga bunday bo'ladi? Lekin bu internet mutlaqo mana internet o'chiq. Hop, kirguncha ozgina vaqt ketadi. Sizlar ungacha sabr qilib o'tirasizlar do'stlar. Hop, yana 10 sekundlarda kirib qolsa kerak do'stlar. Hop, kutib turamiz. Hop. Yo, mana o'zi kirib qoldi do'stlar. Ozgina qoldi. Tutib turmoqchi edim do'stlar. Har doim tatib turaman degan joyimda shuni olib qoladi do'stlar, kirib qoladi. Mana hamma narsa kompyuter versiya do'stlar. Mana modlar qo'shib modlarni o'ynasangiz ham bo'ladi. Agar mod qo'shib bo'lmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz do'stlar, Telegram kirib o'rgatib ham qo'yaraman do'stlar. Ishonmayotgan bo'lsanglar, mod qo'shishni alohida o'rgataman do'stlar bu uchun. Hop. Hozir mod qo'yib o'ynab ko'ramiz do'stlar. To'xtatib turamiz videoni. Hop do'stlar, mana qurol modini ham o'rnatdik. Mana ekan xotirjam qurollarni hop mana qayerda? Hozir mana bu yerda bo'lgan. Mana do'stlar, xohlagan qurolingizni olib o'ynayverasiz. Buning uchun mana o'zini patronlar bor. Patronlarga qo'shib hop mana o'qlab olamiz. Hop, mana o'rnatib oldik. Harbiy modlari ham bor o'zini. Mana libo bitta narsani emas, lekin boshdan olsangiz sirasi o'ladi. Hop, mana do'stlar, maza qilib o'ynaysizlar do'stlar. Buni qanday qilib yuklab olishni o'rgangan bo'lsangiz, hop do'stlar, nastroykasi uncha qiyin emas, oddiy Minecraft nastroykasi, lekin esdan chiqarmanglar, har sezon almashtiradi. Hop, mana bu yerdan modlarni qo'shib olsangiz ham bo'lardi oldin. Hozir qo'shib bo'lmadi do'stlar, lekin oldin qo'shsa bo'lardi. Hop, bo'lmasam xayr do'stlar, sizlar bilan Alfa bo'ldi do'stlar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr. Hop, bo'pti do'stlar, xayr.